keyin ishlaringiz bor. Soat odatni hisobiga o'sha paytda o'sha ishni qilishlik xumor tutadi. Ertalab turishdan boshlab hamma ish qilishlik deyarli bir podsoznательный inson o'zining dasturida bo'lgan bo'ladi. Endi siz yangi kun tartibi qo'shasiz. Bunaqasi nimadir qo'shgan bo'lasiz bu yerda. Va bu yerda doimiy ravishda qilib kelingan ishlarni hisobiga uni olib, yangisini joylagan bo'lasiz o'zi aslida. Bu sizni o'sha ishga nisbatan rag'batingiz, qariyangiz yoki xohishingiz boshida qattiq kuchli bo'lgani uchun uzog'i bir hafta bo'lmasa 3 kunga yetadi mana yangi dastur. 3 kundan keyin asosiy necha yildan beri yashab kelgan xotirangiz shunga tortadi. Chunki mana bu narsa doimiy yillar davomida qilib kelingan bitta voz kechib yuborarmisan deb tortadi bu yoqqa. To'g'ri aytibman? Va yana eski hayotga tushib qoladi. Buni nima qilish kerak? Bunda to'g'ri tushunish kerak menimcha. Mana shu yozib ko'rinadi, quyosh chiqmayapti. Chapda, shunday qiladi. Shu mana bekib ketmasin. Xo'p. Va odam tepasidan oy tagi osti miya ikkiga bo'linadi. Oyda ma'lumotlar yig'iladi. Oy ostida tajribalar yig'ilgan bo'ladi va odatlar shakllangan bo'ladi. Biz ongli ravishda mana shu yerga nimadir qilamiz. Men bugundan boshlab kuniga shuncha soat naq qilaman, ertaga bunda turaman yoki men mana shu ishni qo'shimchasiga qilaman deb turib, mana shu yo'lga beramiz urg'uni. Va bu bu yoqqa beradi. Biz shunaqa bo'lmoqchimiz, bunaqa yangi odamga aylanmoqchimiz desa. Bekordan 5 tasini aytsangiz. Sababi siz shuncha men masalan, misol har kun 5 ta turaman, siz bekor aytsangiz, har kun 7 turib kelsa shu ketasiz. Lekin kimdir suhbatida, kimdir qanaqadir videoda yo bunaqa darslar o'qiladi, endi bunaqa qilamiz, rost rejalab qo'ygan bo'lasiz. 3 kun 5 ta tura olasiz. 3 kun 5 ta turadi. 4-kun 9 turgan bo'lasiz. Yana qazolarni ijro qilib qo'yasiz. Nimaga desa, biologik sog'liqni to'g'rilanmagan, boshqa qilmagan. Nima qilish kerak desa, bunday holatda blankani kamaytirsa bo'ladi. Masalan, har kuni 7 ta turgan odam 6-7 ta turib boshlash kerak. Bir hafta o'tsin. 10 minut kamligi 1 minut qarang. 2 soat kamligi bitirdi. Bir hafta davomida 6-7 ta turasiz. Ikkinchi hafta 6-40 ta turasiz. Uchinchi hafta 6-30 ta turasiz. Bizni nafsimiz bir kunda to'liq o'zgarib qolishni istaydi. Lekin oz-oz o'zgarsa, o'sha yaxshi, davomli bo'ladi.